Birinchi kelishingiz. Nima uchun hamkor bo'lgansiz? Yaqinda hamkor bo'lgansiz. Mahsulotlarni ishlatib, hamkor bo'ldim. Mahsulot yoqdi. Mahsulot yo'q. Biznes-chi? Biznes aniqlama sotuvdan endi hozir Gap yo'q. Xudo xolsa gizir sifatida kutamiz keyingi tadbirlarda. Bu bitta belgi omadli ekansiz. Xayrli bo'lsin, yaxshi nima qilishim kerak, o'zim uchun oilamga olib kirsam bo'ladimi? Aynan shu savollarga, ya'ni menga o'xshab qanaqa ko'p gapirib pul topishlar, hammasini hozir bizga marketingda ochib berishadi. A'zo bo'lish uchun, skidkada olish uchun nima qilamiz, qanaqa imkoniyatlar bor bilmayman. Yaqindagina shaxsan o'zimni komandam shogirdi haqiqatan bu biznes maniki deb turib, rulni qo'llariga olib, shunaqangi zo'r haydab ketyaptilar, komandalarni taqillatib, sayohatlarni yutib va yaqindagina statistika, ya'ni tandirdan yeng yuzilgan deymiz biz. Tandirdan yeng yuzilgan bizani menejer chaqalog'imiz